Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalish bo'yicha avtobus xizmatlari. Akalar, O'zbekiston nomerdagi avtobusimiz Moskvadan Toshkentga qarab yo'lga chiqadi. Akalar, kimda kim ketadigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Yukka kelsak, yuklarimiz har bitta odamga bittadan chimadan poложено, o'zingizlar ko'rib turganinglardek bittadan ryukzak poложено. Avtobusimizning ichki holatlarini bir qator ko'rsatib o'taman. Avtobusimizning ichki holatlari. Avtobusimiz 50 bitta o'rindan iborat. Aka, yaxshi ketyapsizmi? Yaxshi. Avtobusimiz yoqdimi? Ha, juda. Qulayliklari yaxshimi? Yaxshi. Vatandoshlarga nima deb tavsiya qilasiz? Iloji bo'lsa avtobus bilan ketingizlar. Cho'ntak bop, hamyon-bop, samakilarni. Ha. Zaryadni ustroysi, konditsioner, avtobusning ichki holatlari, Hammasi ishlaydi. pokizaligi yoqdimi aka? Ha, top-toza. Akalar, dokumentida muammosi borlardan yordam berib olib ketamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmati. Aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yamiz.